joyda emas. Salom. Bo'ldi. Tayyorlab qo'yinglar. O'palaylar aka. Kelga qara. Tayyor bo'lsa olib kelinglar. Tezlashdi. Qani keling. 91mi? Yo'q, 80. 80 mi sizlarga? Qormanglar, kun ham juda isib ketdi-da. Hay Tolmas, seni ko'rib boshqalarning ishtahasi bo'g'ilyapti. Qani bu yerdan jo'nachi? Mayli, ichkariga kirmayman aka. Bir piyolagina benzin ichaman-u ketaman. Qanaqa bo'lasan o'zi? Mijozlarimni qochirib yuborasan axir. Barbar, kechroq kelasan. Qani sizlar ichkariga marhamat. Rahmat. Bir ikki bo'yi pukki, motori baquvvat Chevroletniki, 3tami nechta g'ildiragi 4ta, 5taga 6 qotirildi bo'ldi, 708 metrgina motiz quvvatga kon 9 Qo'y mitti, beriki, senga bir iltimosim bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu benzinxonadan menga bir piyola benzin olib kelib ber. Xo'p bo'ladi. Yaxshi bola ekan. Tolmas aka. Darrov keldingmi? Juda chaqqon bola ekansan-u. Tolmas aka, nega o'zingiz choyxonaga kirmadingiz? Men kirsam boshqalarning ishtahasi bo'g'ilarmish. Nega? Chiqindi tashiydigan mashina bo'lganimga-da. Shuning uchun benzinxonaga ham, cho'milish xonasiga ham hech kim yo'q payti. Kech boraman. Hamma mendan bezor. Nega endi? Dadam sizni shahardagi eng tolmas, eng mehnatkash mashina deydilar. Rostdanmi? Dadang meni shunaqa deydimi? Ha, oyimni ham aytishlaricha shahardagi eng kerakli, eng muhim transport siz ekansiz. Rostdanmi? Oying shunaqa deydimi? Ha, nega yig'layapsiz? Kechirasan, anchadan beri bunaqa shirin gaplarni eshitmagandim. Shunga ta'sirlanib ketdim. To'g'risini aytsam, ishimni yaxshi ko'raman. Lekin shu 1-2 kunga shahardan ketvorsammikin deyapman. Qayoqqa? Masalan, daryo bo'yiga, tiniq suv, toza havo. Ta'tilga chiqsangiz bo'lmaydimi? Ta'tilga deysanmi? Ha. Gapingni o'ylab ko'rsam bo'lar ekan. Mayli, xayr Tolmas aka. Xayr, Mittivoy. Xayr. Rahmat, ko'nglimni ko'targaning uchun. Hoy Tolmas, bugun ham ertaga ham kelmay turgin. Turistlar kelishmoqchi. Seni ko'rib qochib qolishmasin tag'in. Xo'p, mayli. Toza bo'lsa ko'chalar, go'zal kunu kechalar, ozoda bo'lsa yo'llar, ko'rganda obod dillar. Oh, no, sir. Hoy mehmonlar, to'xtanglar axir. Please, welcome here. It's very bad. Tolmasni ketganiga ham 3 kun bo'ldi. Hamma yoq chiqindiga to'ldi. Qayerlarda yurgan ekan a? Lekin shu 1-2 kunga shahardan ketvorsammikin deyapman. Qayoqqa? Masalan, daryo bo'yiga, tiniq suv. Men bilaman qayerdaligini. Tolmas aka, Tolmas aka. Tolmasjon. Assalomu alaykum. Bormisan Tolmasjon? Sizni butun shahar izlayapti. Tolmas Temir, bizni kechir. Shahar sensiz xarob bo'lib qoldi. Qaytmasak bo'lmaydi uka. Hammani nomidan iltimos qilib keldik. Sizni xo'ja benzin amaki ham so'rayapti. Tolmasjon. Qutqarjon uka. Iltimos. Biz keldik. Keldingmi uka? Mana hozir. Ha, baraka top azamat. Otangga rahmat. Qadringga yetmabmiz uka. Tolmas Temir uka, hormang, kirsinlar. Bir piyola benzin ichib keting uka. Tolmasjon, cho'milgani tez-tez yeb turing. Ko'rganda obod dillar, toza bo'lsa ko'chalar, go'zal kunu kechalar. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonda Basra degan shaharda bir xasis baqqol yashagan edi.
U shahar bozorida shirinliklar bilan savdo qilar, el orasida ochko'zligi bilan dovruq taratgandi. Kep qoling, o'q qoling. Buxoroning asl matolari. Qani kep qo'yinglar. Shirindan shakar qovunlar, issiqdan nonlar, jizzali nonlar. O'q qoling. Dunyodagi eng o'tkir chust pichoqlardan o'q qoling. Samarqandda ishlangan eng nafis taqinchoqlar bor. Qani, kep qolinglar. Sizga qani. Misr holvalari bor. Isfahon shirinliklari kimga kerak? Omaki dandon, pista-yu xandon. Odamlar, eshitmadim demanglar. Ertaga peshindan keyin Bag'dodga kema jo'naydi. Qani, ulgurib qolinglar. Hoy odamlar, bo'sh joylar oz qoldi. Hoy tegma. Nech pul o'zi bu parvarda? 3 tanga. Bag'dodda bularni 3 barobar arzonga olaman-u. 3 barobar arzonga. Ajoyib-ku. Burada jiring, bu yoqqa kiring, qani kiring. Ey muruvvatli zot, bir tanga sadaqa qiling. Ertalabdan beri hech narsa sotolganim yo'q. Narigi do'konlarga bor, juda yaxshi savdo qilishyapti-da. Mayli taqsin, omadingizni bersin. Katta odam. Ishlasa bo'lmaydimi? Qarang ko'zim, kelim mardum. Lalalum. Hey. Qarang ko'zim. Lalalum. Ha? Otajon, ota, menga nima olib keldingiz? Ey churvaqa, har kuni shu ahvol. Ma, kam-kamdan yegan, ertaga kechgacha yetsin. Assalomu alaykum otasi, go'sht olib keldingizmi? Ha, o'tgan oy olib keldim-ku. Bu ketishda xonavayron qilasanlar. Xo'p. Yana bir umr ishlaymas ekanmizda. Mayli, qani yura qolinglar. Hoy, bu nimasi? Nega oydin kechada ham sham yoqasanlar? Bitta sham qancha turishini bilasanlarmi? Bo'ldi, hamma yotib uxlasin. Mulla jiring. U ana shunday ziqnaligi bois kattagina xazina to'plagan, hatto o'z oilasidan qizg'anib, yiqqan terganini uyining yerto'lasida saqlardi. Voy ana. Tillalarim, meni tillalarim. O'zim o'rgilay sizlardan. Voy yaramas. Qani bu yoqqa cho'z. Ha, mushkayam bo'lgor. Ko'zim xarosiydi, mardum gibi vatan qilg'il. Assalomu alaykum. Tezroq bo'linglar. Bugun Bag'dodga jo'naymiz. Hozirlik ko'ringlar. Xo'p bo'ladi. Bag'dodga? Hey! Yo'lkiraga qancha so'raysiz? Assalomu alaykum. Baqqol ham biz bilan bormoqchimi? O, baqqol janoblari, siz uchun mayli 50 tanga. Ha? 50 tanga? Buncha qimmat. Menga oddiy qayiq ham bo'laveradi. Assalomu alaykum taqsir. Ertaga qayig'imda Bag'dodga ketmoqchiman. Xohlasangiz olib ketay. Qayiq? Qanchaga olib ketasan? Hamrohim bo'lsangiz bas. Qarindoshlarimnikiga ketyapman. Ko'ngildan chiqarib biror nima bersangiz, himmatingiz. Bermasangiz duo qilarsiz. Yaxshi duo qila qolaman. Oltin olma, duo ol deganlar. Mayli taqsir, unda ertagacha. Ko'zimning nuri, jonimning huzuri sizlar. Bu yoqqa berkitamiz, bularni esa bu yoqqa tiqamiz. Bunisini bu yoqqa. Ana shunday, ana bo'ldi. Endi sizlarni hech kim topa olmaydi. Oy, buncha og'ir. Voy, belim ey. Hali bu tillalarni
2-3 barobar ko'paytiraman. Shahardagi eng boy odamga aylanaman. Otasi? Hoy otasi. O'la, senmiding? Kirib yotmaysizmi? Borsangchi. Men bugun shu yerda uxlayman. Hey taqsir! Assalomu alaykum. Voy jonim ey. Keldingizmi? Voy jonim ey. Qani taqsir yordam beraman. Keling. Baxtli o'tiring. Voy. Taqsir, namuncha og'ir bo'lmasangiz, nima balo? Tosh yutganmisiz? Tosh emas. Nega tosh bo'lar ekan, Ketdik bo'lmasam. Bismillah. Amin. Safarimiz bexatar bo'lsin. Aytganingiz kelsin taqsir. Taqsir. Mana safarimizni bir kuni ham eson-omon o'tdi. Endi biroz tamaddi qilib olsak ham bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani taqsir, marhamat. Nondan oling. Jonim bilan. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ishlaringiz karnay bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Taqsir, meni nonim tugadi. Hali manzilgacha bir kun yuramiz. Noningiz bormidi? Ozroq bor. Faqat xafa bo'lmaysan og'ayni. Har birini 1 tangadan sotaman. Nima? 1 tanga? Mayli taqsir. 1 tanga bo'lsa 1 tangada. Bu yog'i tirikchilik, to'g'ri tushunasan. Ha, rostakam tilla. Mana shunisini ola qol. Osh bo'lsin. Rahmat, taqsir. Qol. Ularning qayg'i daryo bo'yidagi kichik bir shaharchada to'xtadi. Qayiqchi qirg'oqda qayg'ini sozlashga kirishdi. Baqqol esa qornini to'yg'azish uchun yaqin atrofdagi yemakxonaga kirdi. Voy taqsir, pulini berdingizmi? Berdim-ku. Sen qara-yu. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, tilla tangam. Sho'rim quridi. To'xta, shoshma. Voy. Yordam! Taqsir? Yordam! Hozir ketyapman. Yordam! Taqsir! Mana buni ishlang. Ola qolsang. Topdim. Hozir kelaman. Hozir taqsir, mana biroz cho'kmay turing. Mana. To'ningiz og'irlik qilyapti. To'ningizni yechib tashlang, bo'lmasa cho'kib ketasiz. Hech qachon esimlik. Taqsir! Cho'kib ketasiz taqsir. Shu savol tillalar joningizdan aziz bo'ldimi? Qo'yvar. Yo'q. Taqsir, o'zingizni qo'lga oling. Voy sho'rim qurib qoldi. Bo'ldi, taqsir. Qayiq qani? Oqib ketibdi-ku. Endi nima qildim? Xayriyat, bu yoqda ekan-ku. Taqsir, joningiz omon qolganiga shukr qilsangiz-chi? Ko'p gapirma. Mana ketdik. Sizgina tillalarim. Qo'lavayron bo'ldim-ku. Ha. Mutaxassislik, ochko'zlikning oqibati ana shunday bo'ladi. Aziz bolajonlar, siz ham bunday illatlardan yiroqroq bo'ling. Sim yig'moqqa natija bo'ldi bu. Sen oning savdosidan ilkingni yu.
ketdik. Yura qolinglar. Cho'milamiz ammo oyijon. Sayr ham qilamiz, anhorda ham cho'milamiz. Xullas, dam olib kelamiz. Hammadan birinchi boraman. O'g'lim shoshma, adashib qolasan. Qoidani yaxshi bilmaysan-ku. Nega shoshasan? Bilaman, o'qiganman. Qayoqqa? Voy, sal sursang-chi. Yashil qachon yonarkan? Voy, to'xta. Nima qilyapsan? Qoidani ham bilmaydi. Ey, yuzingga qarab yur. To'g'ri yursang-chi. O'qimagan. Zarari yo'q. Qisqa yo'l bilan hammadan birinchi bo'lib boraman. Qisqa yo'l bilan olg'o. Yo'llar ahvolni qara. Soliq olishni bilishadi. Ushla. Ilyol. Aha. Dada, akam kelmadi-ku. Biror joyda o'ynab yurgan bo'lsa kerak. Gap qoladi. Qayerda yurgan ekan? Voy dod, voy. Yordam bering, iltimos. Hey. Ovora bo'lma. Men bu yoqqa ketishim kerak edi. Ovliqmaslik kerak edi. Endi aylanib kelasan. Shunaqami hali? Oyim, hozir sakrayman. Dada, akam hali ham kelmadi-ku. Qayerlarda yurgan ekan? Voy. Hozir chiqib olaman. Bolalar, o'yin. İyi. Ana aka. Nima qilib turibdi Bu bu? yoqda ekan-ku bolajon. Aka, nega bormadingiz? Biz mazza qildik. Ey, benzin bormi? Voy, nima bo'ldi senga? Yo'l qoidalarini bilmaydigan hovliqmalarning holi nima bo'lardi? Ha, chaqqonvoy. Men bilaman. Voy bo'ladi. Hey. Oyi! Ha, bolam? Bugun shanbami? Iya, salom qani? Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Endi ayting, bugun shanbami? Yo'q, bolam. Bugun juma. Nimaga edi? Dadam shanba kuni bozorga olib boraman degandilar. Yana bir kun kutish kerak endi. Shunaqami? Bozordan nima olasizlar? Xo'sh. O'g'iltoyga shin olamiz. Yangisidan, ha o'g'lim? Ha, yangisidan va kattasidan. O'zimniki eskirdi-da, oyi. Bugun shanba bo'lganida yaxshi bo'lardi-da. Seshanba, chorshanba, payshanba, juma. Kecha meni rasmga olishibdi. Ertalab suratimni uyimga jo'natishibdi. Qale, Zora? Bir ko'ray. Ma, ehtiyot qil. Bu yagona nusxa. Tezlik soatiga 120 kilometr. Jarimaga tortildi. Bu nima degani? Qayerdan bilay? Ol.
Endi meni ajoyib suratim bor. Buni xonamga osib qo'yaman. Suratim sizlarga yoqdimi? Lekin baribir sizlarga uni sovg'a qila olmayman. Chunki yagona nusxada. Bugun yana suratga tushaman. Keyingi suratim sizlarniki. Rahmat, Spark. O'sha suratga oladigan joy qayerda ekan o'zi? Bog'chamizni yonginasida. Ko'chani boshida 2 kun bo'ldi o'rnatishganiga. Shu ekan. Iya. Hey! Meni ham suratga olib qo'ying. Voy. Mana. Hoy bola, yo'lning o'rtasida. Kamerani tagida. Nima qilyapsan? Nega kulyapsan? Suratga tushyapman. Nima? Hozir suratga olmaydi. Nega endi? U faqat yo qizil chiroqda o'tganingda, Yo yuqori tezlikda kelganingda, qoidani buzganingda, yo piyodani suzganingda. har noma'qulchilik qilganingda suratga oladi. Shuning uchun unda suratga tushishni orzu qilmay qo'ya qol. Endi yo'ldan qocha qol. Voy. Suratga tusharmish. Tuzukmisan onasi? Ha, Dada, rasmlarim qalay chiqibdi? voy. Rasmlaringni narxi juda qimmat chiqibdi. Ha, endi shanbani ham, shinani ham unut. Voy, nega oyi? Seni har bir surating bu qoidabuzarlik degani. Qoidabuzarlik esa jarima degani. Jarima nima degani? Jarima bu qilgan qoidabuzarliging uchun to'lov degani. To'lov nima degani? To'lov biz shanba kuni senga olmoqchi bo'lgan shinani puli degani. Endi shinani o'rniga rasmlaringni tomosha qilib yurasan. Voy, kechiring dada. Men faqat rasmga tushmoqchi edim. Kamera rasmga olmaydi bolam. Kamera yo'l qoidalarini nazorat qiladi. Qoidalarni esa hurmat qilish kerak. Buni hech qachon esingdan chiqarma. Tushundingmi? Tushundim, dada. Balki bu baribir noto'g'ri qaror. Bu bizni qarorimiz emas. Bu odamlarning qarori. Ularni bu yo'ldan qaytarishimiz kerak. Endi juda kech. Bormizmi, yo'qmizmi? Endi ularga baribir. Ularning hayotiga begonamiz. Lekin muammodan qochish kerak emas, ularni hal qilish kerak. Muammo bizlarda emas, odamlarda. Muammo odamlarning boshlarida. U yerda esa biz uchun joy yo'q. Axir do'stlarimizchi? Afsusdaman. Bo'ldi endi. O'zingni qiynama. Lekin meni hali hech kim o'qigani yo'q. Bunaqalar oramizda millionlab. Baribir urinib ko'rish kerak. To'xta, shoshma. Keyin kech bo'ladi.
Iltimos, o'tkazib oling. Marhamat. Keyingisi. Biz ham kiraylik. Xo'sh. Tezroq yuringlar. Tezroq bo'linglar, bizga ham navbat kelsin. Navbatdagisi. Birinchi qator ikkinchi joyga marhamat qiling. Rahmat. Birinchi qator birinchi joy sizga muntazir. Rahmat. Marhamat. Menga tegishlilarni tezroq o'tkazib yuboring. Albatta. Marhamat, kiringlar. Marhamat. To'xtang. Sizga kirish mumkin emas. Nega endi kirish mumkin emas? Negaki siz ro'yxatda yo'qsiz. Odam o'zini uyiga ham ro'yxat bilan kiradimi? Tushunmadim. Bu meni uyim. Men o'z uyimga kirmoqchiman. Ichkarida meni do'stim kutyapti. Biz uyni hamma keraksiz narsalardan tozalashimiz kerak. Keyin oilamni ham qaytarishim kerak. Qoching, yo'limni to'smang. Afsusdaman. Endi siz ham, oilangiz ham ichkariga kira olmaysiz. Bekorlarni aytibsiz. Do'stim ichkarida, men va oilam ham albatta uning yonida bo'lamiz. To'xtang, nima qilyapsiz? Va nihoyat biz ko'p sonli jamoamiz bilan o'z maqsadimizga erishdik. Qilyapti bu yerda. Bu uy endi bizniki. Biz ham shu yerdamiz. Biz ham shu yerdamiz. Biz ham. Biz ham endi shu yerdamiz. O'ylaymanki, biz bu makonda abadiy ahil bo'lib yashaymiz. Yolg'on! Bu yer bizni uyimiz. Uni hoziroq bo'shatib qo'yinglar. Yo'qsa do'stim bilan barchangizni bu yerdan quvib chiqaramiz. Uni do'stini oldiga kuzatib qo'yinglar. Qani yo'qol yerdan. Mana seni do'sting. Seni ogohlantirgandim. Sen kimsan? Yo'q, kerak emas. Endi men ham uysizman. Nega ularni ichkariga kiritding? To'xtatib qolishga bir o'zimni kuchim yetmadi. Nega meni yordamga chaqirmading? Menga yordam ber.